Darsimizda to va jim harflarini talaffuzini o'tgan edik. Bugungi darsimiz xo harfidan boshlaymiz. Xoning mahraji halqumimizning yuqori qismi, ya'ni tangligimizga yaqin bo'lgan tarafi. Bu yerda rasmda ko'rsatib qo'yilgan o'rinda xo, xi, xo, bo'lib talaffuz qilinadi. Bu yerda mana tilimiz orqasi ko'tarilishligi kerak. Mana shu isti'loni bildiradi, ya'ni yo'g'onlik sifati bo'ladi bu. Bunda kuzatilishi mumkin bo'lgan xato shuki, mana bu yerda xalqimizga tilimiz nomiga qirilishi kerak bo'ladi. Qattiq qirishlik bu to'g'ri xo emas. Masalan, xo, xi, xo, desak, bu juda ham mubolag'a bo'lib, qo'pol harf chiqadi. Shuning uchun nomiga xo, xi, xo, mana shunday talaffuz qilinadi. Xo, xi, xo, xobi, baning qalqalasiga ham e'tibor beramiz. Xobi, xol, laning bayniyasiga, xol isti'lo harf bo'lgani uchun, demak, o deb talaffuz qilinadi, xal bo'lmaydi. Bu aytganimizdek, xol bo'lib qattiq talaffuz qilinmaydi. Xoroji, xoroji, jimning qalqalasiga e'tibor beramiz. Xodar, xodar, bu yerda xo yo'g'on, ro ham hozir aytganimizdek, mana ro sukunli, o'zidan oldin fatha bo'ldi. Bu yerda yo'g'on bo'ladi, tafximli ro bo'ladi. Lekin ikkita yo'g'onning orasida qolib ketgan ba harfiga ehtiyot bo'lamiz. Xobor bo'lib bo yo'g'on bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun xo yo'g'on, ba ingichka, ro yo'g'on. Xodar. Ba ingichka qilaman deb xabar bo'lib qolishlik kerak emas yoki xabar bo'lmaydi. Xodar. Xoshab. Baning qalqalasiga e'tibor beramiz. Xolaf. Xolaf. Faning sirg'aluvchi, ya'ni roqa sifatiga e'tibor beramiz. Xayru. Xayru. Demak, ro zammali, hozirgi o'tgan darsimizda, demak, tafxim bo'ladi, yo'g'on. Yeda roqa sifat bor. Shuning uchun xayru emas, xayru bir muddat xayru bo'lib talaffuz qilinadi. Ru bo'lib ingichka ham bo'lish kerak emas. Xayru, xayru. Xotmu. Taning ham sifatiga e'tibor beramiz. Va shaddasiga xotmu. Xotmu bo'lmaydi. Xomru. Xomru. Mimning bayniya sifatiga e'tibor beramiz. Va ayni paytda ro ham, xoy ham yo'g'on. Xomru. Xawfu. Xawfu. Demak, wow roqa sifatiga ega. Xaw deb talaffuz qilamiz. F da labimiz f ning mahrajiga qaytish kerak bo'ladi. Hozir darsimiz so'ngida labda ko'rsatib beramiz bu o'rinni. Xawfu. Mahroji. Xoning roqa sifati ham bor bu yerda. Mahroji bo'lmaydi. Bir muddat mahroji. Va jimni qalqala qilamiz. Mahroji bo'lib, xo ham qalqala bo'lib qolmasligi kerak. Mahroji. Muxbir. Mana bu yerda ro sukunli, oldi kasra bo'lganligi uchun haligi bugungi darsimizdagi tarqiqli rodagi ikkinchi o'rin ro ingichka o'qiladi. Muxbir. Muxbir bo'lmaydi, xoni sirg'altirishimiz kerak. Axroja. Xoni sirg'altiramiz va axroja ko'p kuzatiladigan xato, a ning ingichka qilaman deb x ham axroja bo'lmaydi. Balki a ingichka, xo yo'g'on. Axroja. Yuxriju. Akhbaro. A ingichka, xo yo'g'on. Akhbaro emas, akhbaro. Yuxbiru. Bu yerda ham xoni sirg'altiramiz. Bi va ru yo'g'on. Rning o'ziga qaraymiz. Aslida b dagi kasra ta'sir qilmaydi, roning o'zi agar sukunli bo'lmasa.
yukhbiru, istakhbara. Sin ham, xo ham bir xil muddat, chunki ikkalasi ham sirg'aluvchi raho sifatiga ega. Istakhbara deb tez o'tilmaydi yoki istakhbara ham bo'lmaydi, istakhbara ham bo'lmaydi. Bir xil chiqish kerak. Istakhbara, yastakhbiru. Bu yerda ham yastakhbiru deb o'qish holati uchrab turadi. Yastakhbiru yo'q, balki tangichga xo yo'g'on. Yastakhbiru. Istakhraja. Istakhraja emas, istakhraja. Yastakhriju. Bu yerda ham s-xlani sin bilan xoni sirg'altiramiz. Yastakhriju. Xoni yo'g'on qilaman deb to ham yastakhriju bo'lmasin. Taning kichik qilaman deb x ham yastakhriju bo'lmasligi kerak. Yastakhriju. Bir o'qib o'tamiz. Xo, xi, xu, xod, xol, xoroj, xodar, xoshab, xolaf, xoyru, xotmu, xomru, xawfu, مخرج مخبر أخرج يخرج أخبر يخبر استخبر يستخبر استخرج يستخرج. Keyingi harfimiz ha.